Salomsiz fikr va suhbat kanalidasiz. Qisqa bir suhbat bo'ladi. Siyosat bu aql o'yini. Mening nazdimda shunday. Siyosat aql o'yinidir. Bu aql o'yinida g'olib tomon va mag'lub tomon ham bo'ladi. Qaysi tomon g'olib bo'ladi? Shunday tomon g'olib bo'ladi, ya'ni aqli yetuk darajada bo'lgan tomon g'oliblikka erishadi. Yo'q, agar aqli yetuk bo'lmasa, ilm, siyosiy ilmi, bilimi mavjud bo'lmasa, u tomon yutqazadi. Siyosiy ilm har bir inson uchun, har bir jamiyat a'zosi uchun zaruratdir. Buni biz aslo unutmasligimiz va siyosiy bilimimizni oshirib borishimiz kerak. Qisqa video yo'yin shu haqda edi. Like bosing, obuna bo'ling, ulashing, mavzu yuzasidan fikrlaringizni bildiring.